Fotima Qurbonova hunarmand tadbirkor. Bugun savdo majmuasida uni ham shinamgina do'koni bor. Hunarmand qo'lida ishlayotgan 120 nafar ayol ishchining bozori endi yanada yaxshiroq aylanishidan ko'proq quvonayotganini aytadi. Davlat rahbari bilan suhbatlashar ekan tadbirkor. Yildan beri boshlaganman bu yo'nalishni. Aynan o'sha trikotaj matolarini, ya'ni yarim tayyor holdagi trikotaj matolarini avvalambor o'raymiz. O'rab uni ish holatiga tayyor qilganimizdan keyin akrillar bilan bezab turib sumkalar yaratamiz. Ajoyib. Yangicha dizayn. Yangicha dizayn. Bozori qanaqa? Bozori juda yaxshi. Chet davlatdagi klientlarimizni yoki o'zimizning chet davlatda qolgan xalqimizni buni sog'inib oladi. Juda ko'pchilik aynan brend mahsuloti bo'lgani uchun oladi. Talab yaxshigina dedi. Talab yaxshigina. Bola parvarishida o'tirib qolgan vaqtimda yordam so'rab chiqqanman. Hurmatli prezidentimizning bizga hunarmandlarga bergan imkoniyatidan juda yaxshi foydalandik va mana shu chetga joyga keldik. Ishlaringiz ham bormi? Albatta, ishchilarimiz, ip uruvchi ishchilarimiz hozirda 120 ta. O'zim bilan ishlaydigan o'sha 2000 ta o'quvchim ichidan 55 tasini tanlab olganman. Ular ham hunarmandga a'zo va ular ham o'zim bilan birga tadbirlarda ishtirok etishadi, o'zligini mahsulotlar sotishadi va hunarmand uyushmasining yordami bilan biz o'z brendimizni patentlab